Xo'p qizlar, mana hozirgi kunda bolalarimiz maktabga borayotgan payti, bog'chaga borayotgan payti asosiy kanikullarni tugatib olib, hozirgi kunda nima deydi, ham ong tomonlama miyasi charchaydi, o'qiydi. 3 oy o'qimagan mavzulari bo'yicha bilasizlar, hozir bilimda jarayoni ham juda ham kuchayib ketgan. Hattoki 3-sinf o'quvchisiga biz kasr sonlarini avval keyin 5-sinfdan keyin o'rganardik. Hozir 3-sinf o'quvchisi ham kasr sonlarini o'rganyapti. Bu deganiki nagruzka ularga. To'g'ri, ular to'g'ri qabul qiladi. Ularda ongi shunaqa tez rivojlanganligi uchun berilgan ta'lim tomonlama. Lekin qizlar ayni mana shunaqa payti bolalarimizga podeshka qilib, gripp bo'lib qolmasligi uchun, lanch bo'lmasligi uchun, xotirasi suslaymasligi uchun ularda eng asosiysi birinchi o'rinda fasldan faslga o'tish yoki doimiy 3 oy kanikulda yurib birdaniga maktabga bordimi, ularga rutina kuchayishni boshladi, mas'uliyat kuchaya boshladi. Ham bilim olish kerak, ham ertalab turish kerak, ham vazifalarni bajarish kerak. Bu uchun albatta